Көрватқаныңыз Қарқаш Чоң базар таждарлығыдaki Ömlük Sadası programması. Programımızda Қарқаш Чоң базары motorlu qatnaş vasıtalarini tekşürüş teknik şirketi alaydı qo'lladı. Yaxshi turdinglarmi? Ikraldagi qadrli ko'rmanlar, shu topda ko'rayotganinglar Beijing Ipak yo'li ömlük madaniyat taraqtish guruhi ishlashni o'z ichiga olgan Qarqash Cho'ng bozori tajdorligidagi Sarkar Öy Jazir çekiş şirketi alayida qo'llagan Xili Jishin, ya'ni Ömlük Sadası programması. Ben riyasetçi Mahi Nuruzi. Ömlük Sadası programımız yol qo'yilgandan buyon ko'rmanlarimizning qizg'in qo'lishiga erishib kelyapti. Shu vajidan biz yana bir riyasetchini programmamizga qo'shib olib, mana hozir nayt mudag'dam holatda ketyapmiz. Ha, ko'rmanlarimiz yoqtirib ko'rayotgan, ko'rmanlarimiz intayin hurmatlaydigan san'atkorimiz Guljamal Matniyaz riyasetchilik sahnasida. Yaxshimsizlar aziz ko'rmanlar. Ömlük Sadası programımız arqılı yana sizlarga yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Programmamizni davomli ko'rishinglarni umid qilamiz. Qarshi olamizda Guljamal odam mana programmamizga o'zlashib oldi. Programmamiz intayin rangdarlashib oldi. Bugungi programmamiz ajoyib rangdar. Chunki bugungi programmamizga biz ekrandagi nurg'ulg'an ko'rmanlarimiz yaxshi ko'radigan, ko'rmanlarimizning qalbidan cho'nqur o'rin olgan usta san'atkorimizni taklif etdik. U bo'lsa-mu Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining davlatlik 1-darajalik artisti, dangliq naqshchimiz, ustozimiz Tursungul Qodir xonim qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Ekrandagi ko'rmanlarga bir salom berib o'tasiz. Yaxshimizlar, ekran oldidagi ko'rmanlar. Bugun shu Ömlük Sadası programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligim uchun o'zimni intayin baxtli hisoblayman. Rahmat, Tursungul aka. Guljamalada nima ish qilgan? Tursunguldan bek yaxshi ko'rdi ekanman. Men yaxshi ko'raman. Men yaxshi ko'raman. Mushu televizor oldida, mesela ekran oldidagi barliq do'stlarimizmi sizlarni shunchalik yaxshi ko'rdi. Nima ish qilgan vaqtda Tursungulada mana xalqqa yiqishliq bo'lgan xalq ohanglarimizni, go'zal naqshinlarimizni to'xtamay yangritib, bizniki sahnamizni ham shundaqla san'atimizni betib kelayotgan suyumlik san'atkorimizdan birisi. Tursungulada naqshi aytish kasbiga qadam bosgan shu vaqtga bir qaytib baqayli. Qanchinchi yillarda mikrofonni qo'lingizga olgansiz? Mikrofonni naqshi aytish uchun qo'limga olganim 83 atroflarda. Uning oldida bizga mikrofon bermaydi. O'quvchi vaqtlarimizda mikrofon yo'qdi. Men 81-yili Qashqar shaharlik san'at umigiga naqshchi bo'lib qabul qilindim. O'chaqda noyilik o'makliga har bir ömekliga necha o'quvchi elib taqsim qilib birdi ekan. Men shu cho'nglarninki ta'limini elib ashada o'qidim. 3 yil o'qib bitgandan keyin shu shahar san'at maktabida qolib qoldim. Ana oldida bizning uy Qashqar shahardan 40 kilometr keldi. Aqqash degan yezda. Endi men u yangi bu yangi maktablarga o'tkizchilik oraliqda etizlikdagi dehqonlarimizningki o'millikda, xamonlikda aytgan naqshlarni jiq anglab cho'ng bo'ldim. O'sib yetilish mezgili bo'lgandan keyin men ashulninki xamon aytgandagi laylaylarni, o'millikdagi naqshlarni anglab cho'ng bo'lganligim uchun meniki hozirqichilik shu 30 necha yillik xizmat hayotimda aytganim jiqroq xalq naqshlari. Chunki men xalq orasida cho'ng bo'lganligim uchun xalq naqshlari ko'proq singibdi. Uzun mezgil şu xalq naqshlar etdim. Yakın yıllardan buyan şu köprek icadi naqshlarga yüzlendim. Acab konu o'qiyverdikin demisin deb. Ancha o'zim ko'nirgan sir naqshini yangilab hozir yangi naqshlar qadam qo'ydim. Bundan keyingi san'at hayotimdami xalq naqshlari uchun töp qo'shiq tirishman men yana. Tursungulada lekin otish xalq naqshlarini jiqroq aytgandek his qilaman. Men mutlaqo Tursungulni otishmiki desam Bugün çık kişiler şu sualga çoğumlıqı muş Tursungul zadı jutnadı tol atış xalq naqsır etqandan keyin çaqadamda Tursungul atışlıqmı deb so'raydi-chu. Men shundamiki degandim. Degan bilib oldik. Nimishqa atış xalq naqshlarini ko'proq tanlab qoldingiz o'da? Men boshda naqshchi bo'lib sahnaga tunji qatim elib chiqqan naqsham atış xalq naqshlaridan do'stxonim, andan Xotan xalq naqshlaridan Qarko'z jonim qatorliq mushta xalq naqshlarini aytdim. Bu jarayonda hamda atış xalq naqshlariga bakrak mehr muhabbatim bor. Qashqarım shundaq. Hamma shu xalq naqshlari birsi-birisidan qilishmaydi. Endi chiq naqshchilarniki ovoziga tushadigan naqshlar ayrim bo'ldi-ku. To'g'ri. Men shu
xalq naqşlarının içinde müş Atish xalq naqşlari, Qashqar xalq naqşlari, müş naqşlarni ko'proq o'qib, o'zimning ovozimga yarashtirvaga o'xshayman. Endi shu kelsak, anam Atishniki Azaqning Langadin. Ha, bir yeri var ya. Ondan keyin anam shu Qashqarga to'y qilib ketib, men tug'ilibdiman. Qashqarda shuni bilan Qashqarlik bo'lib qoldim. Hammasi xalq naqshisi, vujudning divalimiz, jimisi o'zimizniki xalq naqshlari. To'g'ri. To'g'ri. Mayli qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar hammamiz Jonxua farzandlari. Mushu keng zaminimizning mayli qayerda bo'lishidan qat'iy nazar go'zal naqshlarimizni sizga o'xshash san'atkorlarimiz to'xtamay yangritib tursa, mana mushuning o'zim intayin go'zal bir ish deb o'ylayman. Rahmat. To'g'ri. Tursungadamning xalq naqshlaridan anglag'im kelyotdi. Oldinroq naqshangni aytib andan paranglashamiz-ki. Mayli. Shunaqlandaqada oldin bilan qaysi naqshangizni anglaymiz? Yanıla Atish xalq naqshlaridan g'arib naqshisini o'rlab beray. Yaxshi. Qani, marhamat ada. Marhamat. Qarqash cho'ng bozori partiya hukumatining afzal siyosatining turtkichida Qarqash Naylik partikom va xalq hukumatining kuchli qo'llashi bilan qurilgan universal savdo bozori bo'lib, kunini 330 moddan oshadigan bu bozor kun sari jonlanayotgan yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy qushlari, sayko'tat, quruq yalimiz, an'anaviy qo'l hunarvanchilik buyumlari, dehqonchilik mahsulotlari, qurilish materiallari, oila uskunalari qatorli ko'plagan savdo turlari orqali keng xalq ommasining har qaysi jihatga ehtiyojini qondirib kelyotdi. Qarqash cho'ng bozori sizni qarshi oladi. Qarqash cho'ng bozori. Programmamizni Qarqash cho'ng bozori motorli qatnash vositalarini tekshirish teknik sherikti alohida qo'lladi. Ömlük sadası. Ömlük sadası.
sadasi. Rahmat. Tursun adamning ovozi, naqsh aytishdagi uslubi bizga bir xil kuch berdi, ha? Boshqacha bir xil ko'tarangu bir holatga kelib qoldik ekanmiz. Bulutmu atish naqshlarni ağlısı adamdan bek uslug chiqib ketdi. Bulut bu naslan Tursun adam esa. Rahmat. Lekin usulliqni aytmay qoldim endi. Usulliqni aytsam shikanglar o'ynab ketibman qolmaydi. Güzel naqshlarimiz davomli yangrab tursin. Endi Tursun adam bilan biz tamoqlarimizda ancha-muncha uchrashib turamiz, faoliyatlarimizda, sahnalarimizda uchrashib turamiz. Guljamalada. Sizlarmi ko'ni tunishlar bilisizlar. Menmi bir ikki yildan beri Tursun adamni o'zimniki ustozim sifatida hurmatlab, izlab shundoq kelyapman. His qilganim Tursun adam o'sha turmushga ajoyib bir xil umidvorlik holatda qaraydi-chu. Kulki bilan muomala qila oladi. Har qanday bir ishga. Boshqalarga kulki ato qila oladi. Chaqchaqlari bor edi. Agar azroq majburlab turib olsak, yo'q demaydi. Yo'q, demayman. Ishqa Tursunga har qatim kelganda biz yilqi tabiiy kulkimiz uzilmaydi. Biz hammadan bir xo'shallik ato qildigan, bir kayfiyatni shunda ko'taradigan bundaq bir alayligida biz hammamiz shu Tursunga texim amroq naqshlarni yaxshi ko'rgandan sirt uzdimi shunchaki yaxshi ko'ramiz. Shunday. Mush urumchi kelgandan keyin bir mezgil endi hammamizning turmushida o'xshamaydigan xo'shallik, ko'ngilsizlik har xil ishlar bo'ldi-ku. Mening beshimda nurg'un qismatli o'tdi. Men unda doim xo'shal, kulib, boshqalarga kulk ato qilgandek bek xo'shalab yashamadim bir mezgilcha. Endi yana desam o'tgan kun deb qolaman, ba'zi gaplarni qilib Tursungul Qodirning yumori deydi ekan. Amaliyotda men yumor aytmayman. So'rinda bir yumordan olsam uyga vaqt unutib qolmayman. Men yumor bilmayman. Mush qashqachi gaplarni yumoristik anglab bilib, o'zi bilan o'zi kulib, meni xijil qildi shuni bilan men nim deb qolgandim. Aş bakadi yo'lga ketib birib kulib ketadi. Men tuniydigan, tunimaydiganlik. Endi men tunimayman, meni tuniydiganlik qas kulib ketsam, men buni bir biram bo'lib, nechdan so'rdim, nemish kulilar, nim bo'ldi. Sen falan do'stlar sizlarga qiziq gap qildi degan. Deydi, bu qiziq gap qilib, balqi kuldirdi degandan ben xo'sh bo'ldim. Lekin endi doim anda bo'laverib, bijak berib qolsam, sizni qiziq gap qildi deydi. Qiziq gap qilsanglar, spek o'chig'im keldi. Ben bir yumurcha misol berdim. Qiziq gapchi yumurcha emas, men noxshchi. Bu kasbga men shunda ajr qilib, shunda qon tarimda singdirib, aron noxshchi bo'lgan vaqtimda men yumoristik gap qilsam, noxshamni yumoristik gap bisibilib, ma ajrimdan quruq qoldi ekan. Men shuna men eg'rbasi turib olaman, qiziq gap qilgim kelib ketsin. Chidab turib olaman. Ya, Tursungulning inkas bektiz. Bu inkası tiz degan bu bir ortiqchilik, bu bir sizningki, boshqalarga qaraganda ortiqchilik bir yerlarchi. Bu hamda odamning inkas tiz bo'lganda qarshi taraf bir gap qilganda shunga loyiq javob berganda balkim qiziq to'yilib ketadigan-da. Shundaqmi turmushda nurg'un odamlar qiziq gap qilay debmi gap qilmaydi-chu. Sizning inkasi tiz bo'lganki ba'zi gaplarga tabiiy ishtik javob berayotgandan keyin boshqalarga bir qiziq to'yilib ketadigan o'xshaydi. Masalan, men bu sizga gap qilsam bir xil kulgim keldi nemish qadi. Ya, qasdan qilmaydi-chu. Bu ba'zi gapni qasdan qilsa kulgisi kelmaydi. Siz kulmay turib mumkin javob berlar. Amniyati bu gap bir xilchu bizga ikimiz anglab ketadigan o'xshaydi. Menda anglasam bo'ldigan, menda anglasam bo'ldigan gapni ba'zi inkassiz odamlarchi gapga chaqan javob, tiz javob bo'lgandan keyin shu ba'zi ashta qiziq to'yildigan o'xshaydi. Bu ortiqchiliklardan biz sizdan söylemaslik taqdirlar bo'ldi. Rahmat. Men turmushdimi xil uzun xo'shallik izledim, topolmadim. Har xil sababli bor, og'riqsizlik, o'rimchiga kelib, men sharoitga ko'nib, xizmatga ko'nib Muşu jarayonlarda, onundan keyingi jarayonlar degandek, o'zim xush bo'lanmasammi, boshqalarga xushallik ato qila olganligimdan o'zim baxush bo'ldim. O'zim xushallik topolmay turib, boshqalarga xushallik ato qila olganligimdan o'zimdan faxrlanaman. To'g'ri. O'zim odat xushalanmayman degan kulib, chaqchaq qilib, uyga kirgazsam, jimmam. Bu ya men nimda bichordak yolg'iz qoldim. Etganingiz oyada bek mandatım büyük gelip mandap kaldım diyenle çok bek oylayman. Bu neyle hem üzem hoşulap gidip teşimgit tepip ketken hoşallık emas o. Turmuşta daim hoşulap etkeni bulmaydı bu. Nurgun sıksuğakni, nurgun capa müşakkatni peşimizden geçirgen vaktimizde enden biri töteden aldık çıkıp işte sözleyerli gidek, nakş italı gidek, iktidarga erişeli edikemiz
xalqimizning imtiyoziga erisha oladi ekanmiz. Xalqmi bizning naqshlarimizni qo'llab, yaxshi ko'rib, bizga yaxshi tomoshabin bo'lib bermasa, sahna bo'lmasa, to'g'ri. Xalq qo'llamasa biz ming o'zimiz aytib, o'zimiz qo'shilib, men nochi degan bilan xalqimiz yaxshi ko'rmasa, bekor. Men shunga mush xalq naqshlarini, ijodiy naqshlarni bir qadar yomon emas o'qib, xalqimizningki ko'nglidan azroq o'rin olganligim uchun o'zim shunchalik xush bo'laman. Chunki Urumchida o'tirib, men bundaq davaginimiz bilan tuvanga tushib baqsaq, tuvandagi xalqning rayini sinab baqsaq, undan biladi ekanmiz. Sizni bek yaxshi ko'rdi. Rahmat. Bek yaxshi ko'rdi. Shu milliy orkestrning taklif qilishi bilan tuvanga o'ta 4 yil uyan qo'yg'ini tushdim. Bu jarayonda xalqimizningki qanchalik yaxshi ko'rdiganligini his qildim. To'g'ri. Men nurg'un yerlik uyan qo'yg'ini berish sharoitiga erishamagan. Har xil sabablar tufaylidan. Turmushdami, kasal og'riq bu ishlar tufaylidan boramagan. Men faqat o'kinmayman, chunki biz sirtliga chiqib, shiroq yerda uyan qo'ysak, cho'ylig'i suvni olsak, tigida qolgandek lam qaq unutib ketibdi. Bizning xalqimiz, bizningki tuvandagi chapakash dehqonlarimiz bizni hargiz unutmadi. Beşik elib ko'tardi. Hatto uyan qo'yg'ili borsak, bir ayol ustuna chiqqan bir yerga borsak, shul bo'pti yotqini. Ashu Tusungul Qodir kepti desa, meni yulab opringlar deb kepti edimiz. O'chog'dalik boshqa ishim yo'q ekan, bir yonchiqqa, bir yog'liqqa g'o'rab pishmagan vaqt ekan, 5-oyning nechilari etdi. Elib bosh yog'liqdan shu g'o'rini onam ekkagan. Yana bir akimiz ataytib mashinaga chiqib, bir yog'liqning ichida o'rikninki bultuq o'rikning mag'izga. Tiziq tizib, mushuni sizga saqlagan. Hatta uyan tugab bo'lgandan keyinmi, ustuna atishning o'tyog' yezisi deb bir ekan. Aşağı bağanda pek çıkadan bazaldıcı. Yazlık mı dağılık bir. Yazlık kinoxana. Kinoxana emas da dadinin oylusu. Ha, kenetlan. Kenetlan oylusu. Çık ketkin udumı diyorlar. Şu çoğun bir ökümüz bak yiyiz. Ördüzler. Müştü kapak direktek durduğun. Çık ketmenler, herkes çık ketmenler degen teninde. Kuatlığı jığıştırıp, müzikini jığıştırıp oldu da. Neymiş kadız Tusungul Qodir. Tusungul Qodir hanım dost hanımla o'qib bermasa biz chiqib ketmaymiz deb boshladim. Deganda voy men u naqshini xilli burilla o'qigan, hozir o'qib baqmadim. Qopamanglar rahmat. Desam, faqat unimidi. Muzikani jug'ishtirib bo'lsinmi? Xotinni jug'ishtirib bo'lsin unimidi. Unimagandiki muzikantni Müzikin sepoğaya da çıktı. Onu müziksiz müştak kulağınızda tutup lan okup bırakıp başladı geldi. Atışperdisiga. Ekşiki bağlamadan oyal kişinin kulağını tutun. Akşam kulağını görüp bakmagan diken. Vay deyim, işki müzika bozum çeppirinler. Hep nakşını okup bulup maşinaga çıksak. Cenim fikam hoş olup giteydi. Bir koysu yapmış mimarlığını ben siz için mimar kılıp alay dedim. O günü ben hoş olay deydisem, hoş olanmayım. Elki, bana hemmeden fakat kopmay ornadan çıketmegendiken, pek beramçılık his kıldım. Üzem xil yamayamaz edem okşayman dep hoş oldum. Hem muşuluk layık iş kılış için tırışmasak olmaydıganlıqını his kıldım. Üzemge bir eğir jükni atıp aldım. Mesuliyet. Mesuliyet. Çünkü biz halkımızdanki şu koğludan aşınçılık orun ağandiken şunu saklap kalanmasak yanı olmaydıken. Ben bir neçe kıtım loyun bana verip fıkamış en ahır kıtım. Bunun dikin nakş okumayma yakşı kıpranla. En andaki atıştın kâkedeki yanı var bende. Mesela Tusungulada boldu digen tozgudaydı. Yak ben koytudum. Yani başkadan tırışmakçı. Biz sanatkarımız sanatımızı kılıp. Üneven özden kesbini kılıp. Hem adam öz kesbide çık durup enne xalqning ko'nglidan o'rin ola oladi ekanman. Tursungadanning xalq naqshlaridan anlig'im kelyapti. Qani, marhamat edi. Marhamat. Yaxshisi siz qanday yordam kerak? Sizlarda bu sultonimiz bormi? Yo'q. Sizda televizorchi? Yo'q. Sizda to'laqti bormi? Yo'q. Vatandaşçı. Buni yo'q.
Do'koningizda mallaringizning to'liq bo'lishini umid qilamsiz. Malni ko'paytay desangiz, mablag'ingiz yetishmayotgandi. Sarkar shirkatiga vakolatchi bo'lsangiz, 80 dan ortiq donliq markadagi 5000 xildan ortiq mahsulot siz uchun hozir bo'ladi. Siz sklad tayyorlamasangizmi, oldin mal kirgizmasangizmi bo'laverdi. Biz eng yaxshi mahsulot, a'lo mulozimat va yangicha andizimiz bilan sizni to'liq rozi qilamiz. Burun do'konimda men bo'lsa shuni sotalaydim. Hozir nima olmadingiz shu bor. Urumchi Sarkar elektr uskunalari chekish shirkati. Sarkar. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Suriye'ni oynab Gülcemal adam. Katta zaten hiç kolay sesledim. Yaxshi mang'antib o'tirib o'ynaysan tutib oldi. Rahmatchi, men yaxshi ko'rgan oldim. Men xush bo'ldim. Mana shuni anglab men yaqinda Tursun adamninki nihoyatda go'zal urullab MTV'sini ishlab Qashqar güzel shahrimizda o'rindigan qo'yimi chiroyli cho'kanlar degan naqshni esga oldim. Bu naqshim ajoyib bir muvaffaqiyatli suratga ilingan, muvaffaqiyatli ovozga ilingan bir naqsh bo'ldi Tursungilada. Bu naqshga kelsak, o'zim xush bo'ldim. Xalqimiz shunchalik yoqtirib angladi, ko'rdi. Bu bizningki Qarqash naylik naqsh usul o'miginiki ko'z ko'ringan
ijodiyatchisi, yoshlar ichidagi atalgan naqshchimiz Asqar Muxtar inim bu naqshini menga bir sovg'a sifatida bergan. Men endi bu yosh bolaning naqshisini ayta olamanmi yarg'idek deb shunchalik bir ko'ngil qo'yib qildim. O'ylamagan yerdan bu naqshi shunchalik yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Buni ham do'yinlida, to'rlida, hamma xalqimiz oldin uchirgan yerda bu naqshi yaxshi bo'ldi. Usulni Tursunay ishkan shunchalik moslashibsizlar. Tursunayda degandek yaxshi ta'rifni qildi. Shuni qilgan yaxshi bo'lgan o'xshaydi deb o'yladim. Buningda endi Asqar Muxtar inimizniki qon ter singdirib ijod qilgan ijodiyatiga men so'g'qiga rahmat. Bizniki Şinjan naqsh usul ömügineki usul pervanesi, usul xanishi ataqlıq usulchimiz Tursunay İbrahimcanның meni qo'llig'ini o'ynab bergani uchun mushu naqsha xalqimizningki qalb to'rida shunchalik o'rin topdi deb o'ylayman. Shunga usul pervanesi Tursunay İbrahimcanға ijodiyatchi inim Asqar Muxtarga ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizlar bo'lg'achqa xalqimiz yaxshi ko'rdi. Haqiqatan shundoq. Ijodiyatmi bekchiralik chiqqan. Tursunay adamninki usulimi bu naqshga qaytadan bir husn qo'shgan. Qaytadan husn qo'shgan. Haqiqatan muvaffaqiyatli bir asar bo'ldi deb o'ylaymiz. Ishimizga Tursunay adam bundan keyin texmi yaxshi bo'lgan asarlarni, ijodiyatlarni barliqqa keltirib xalqimizga sunadi. Hada shunday qilib Qashqar san'at o'makdan Şinjan san'at yurti, muqam san'at o'makiga qachon yetkilib kelgan? Men 99-yil 4-oyda yetkilib kelgan. Men o'zimdan kichik, o'zimdan cho'ng tang tushlarimdan muqamni to'liq biladigan ustozlardan tirishib muqamni o'zlashtirdim. Nurg'un yalik o'yan qo'yg'ini badoq, nurg'un shaharni ko'rdim. Uningdan keyin o'zimda qanchalik mas'uliyatning borligini his qilib, kelgandan keyin texmi tirishib muqamni o'zlashtirib bir kishilik hasanni qo'shish uchun tirishdim. Tursunay adamning albatta abay deganga o'xshash intayin güzel planlar bo'lishi mumkin, orzular bo'lishi mumkin. Anlab baqaylik, o'rtoqlashaylik. Endi plan desak, bek cho'ng plan tuzmaymiz. Cho'ngib qoldik. O'sha hozir sharoitimda o'zimninki tan salomatligimninki yar berishi, o'zimning aql idrikim qanchalik bo'lsa, bir kunmi to'xtamay hozirmi shu meni izdisloyimdan ijodiyatchilik ko'rishadigan, to'g'ri, shu kesib bitirishadigan ashishni qildim. Bunda qo'saq birinchidan kasbda o'zimizni texmo yana tavliya olaydiganmiz. Cho'ng bo'ldim deb uyda o'tiraversam meni nima ketdingiz deb izlamaydi ekan. Men o'zim muzikantni izlab, ijodiyatchini izlab, naqshlarni tayyor qilib qilyapman. Buni mayli men o'tirga ichqalay, ichqanmay. Men aytib loyimponda qaslam. Buningdan keyingi avlodlarimizga hech bo'lmasa endi Tusungul Qodir aytib ekan deb meni ovozim iznas qilib qaslam, mening boshqa hech qanday shukur talpim yo'q. Chunki artistlar biz shunda tirishib, shunda yaxshi o'rganib, yaxshi o'zlashtirib, japa tasaqmo, tuvanga tushsak bir chavak chap qo'ysa, shunaqa baxo'shib ketamiz. To'g'ri. Sirt tilda masalan naqshlarimizni oqshom televizorda ko'rgandim. Bek yaxshi chiqibsiz. Voy, bu xo'shallik. Qo'rq gapga baxo'sh olib ketdimiz. Men baxo'sh olib ketdim, qag'al qanday huquqmidim. Ashundan huzur topa oladiganmiz. Shunda qilish uchun tirish kerak ekan. Men ashuni o'zimga o'rnak qilib turib, o'sha yaqinimiz bek tirishdigan bo'lib ketdim. Nima bo'ldimki? Shu tomoshabinlarning, xalqimizningki sizga bo'lgan abay deganga o'xshash chavaklari sizga bo'lgan. Sizni ko'rib, xo'sh bo'ldik, seg'indik degan mushundaq degan gaplarning hammasini shuni his qila olamiz. Har bir san'atkorni yanala xalq ammasi ana shu go'zal so'zlar bilan ilhom madatlarini berib, andin keyin egiz o'ringa ib chiqa oladi ekan. To'g'ri, Maynur. Bayatinoz degandek, shu bizga xalqimizning, bulabmi tuvandek xalqimizningki chavaklari, madatlari, ilhomlari bizga eng cho'ng uzuq bo'ldi ekan deb o'yladim. Uni burun his qilolmayotganmiz. Cho'g'ansir buni his qilib, men bunda qilay degan vaqtimizda o'zimiz bija kelib qoldik. Shunda bo'lsa-mu, qudratimning yetishicha keyingi avlodlarimiz uchun bir naqshini bo'lsa-mu, o'qib qoldirib qo'yish uchun men hozirgacha tinmay tirishyapman. Bundan keyin tiniqim to'xtag'ichilik shu xalqimizning adabiyot san'ati uchun bir kishilik
Tökpemni qo'shiman, hassamni qo'shiman deb o'ylayman. Meni mishak chaqirtib sizlar unutib qolmabsizlar, rahmat. Bundan bak xush bo'ldim. Rahmat. Bugun suyumlik bir paranglar bulundu ya. Müşü Ünlük Sadası programımız arqılıq nurgulğan sanatkarlarımızınki nurgulğan iliqi hikayeleri, müşü bunun keyinki arzu armanları müş görülmelerden ortaklaşıvatıdı. Ben bunun düşünceki söyündüm. Müş programga qatnaşıp toğır qıptım. Men toğır taklif qıptım. Ben bu müşlardan nurgulğan iliqi ilham aldım. Davamlıq müşü xalq üçün her vaqt to'xtamay izlanmasa, tirishmasa, yangi natijalarni qo'lga keltirib bo'lmaydiganligi, bir san'atkorning qanchalik majburiyatining ig'irligi xalq uchun to'kib qo'yish uchun davomli tirishib, davomli izlanishning qanchalik muhimligini his qilib yetdim. To'g'ri. Unda bo'lsa Tursungilarda teningizning salomat bo'lishini, ishlaringizning utuqliq bo'lishini, davomli mushundaq boshqa xushallik ato qiladigan kayfiyatingizning davomlashishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Shuna xush bo'ldim. Rahmat. İhrabi qadri ko'rmanlar, Ünlük Sadası programımızın bugünkü sonini mana bu yerda oxirlashtirmoqchimiz. Oxirda biz suyumli san'atkorimiz Tursungul Qadir xonimga eng go'zal tilaklarimizni yo'llaymiz. Qabul qiling-da. Program guruhimizning sizga atdig'ini sovg'isi bor, ya'ni Shambog markasidagi badan asrash choylarini o'zingizga hamroh qilib, atigani kashda ichib, huzurlanib, texmo go'zal sog'lom turishingizni umid qilamiz. Qinada o'z qo'lim bilan yetkazay. Rahmat. Programmamizni qo'llayotgan, yoqtirib ko'rayotgan barcha ko'rmanlarimizga chin ko'nglimizning rahmatimizni aytamiz. Qadrli ko'rmanlar, biz keyingi son Ünlük Sadası programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi Ünlük Sadası programmasi. Programmamızda Qarqash cho'ng bozori motorli qatnash vositalarini tekshirish cheklik şirkati alohida qo'lladı.